Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, Damas cho'kalarimiz uchun bu video ko'rib baho berishingiz mumkin. Xo'p, Damas tom barlarimiz kelgan 3 ta plafonligi podsvetkalari yonadi. Kalon qo'ygan joylari ham bor, o'zida tayyor. Kalon qo'yib olsani ham bo'ladi, qo'ymasani qo'yishasi bekitib turadi. Dokument solgan ham o'ta udobniy. Buni qora podsvetkasi bor, jigarranglari bor. Hammasi 3 ta plafon va gerbligimiz bor. 3 ta plafoni bor. Bu ham bet ham yonadi, pastda ham yonadi. Bularda ham kalonka qo'ygan joylari tayyor. Bu orqalarini ham akkuratni qilib falga qilib qo'ygan. Dokument qo'ygan joylari bor. O'zini komplektda qilib keldilar bilan. Shular ham o'ta zo'r. Va bunimiz kichik variantlilari bor. Ko'rib baho berasizlar. Bes perdalga o'ta chiroyli tushadi. Va Damas tom uchun patologlarimizda har xil podsvetkalari bor. O'zini ham qo'ysan bo'ladi. 3 ga bo'lingan bo'ladi. Razmerlari oldi o'tda oxirigacha komplekt bo'ladi. Kimga shunaqa patologiyaga ravasi bemalol o'zimizga murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin.